Assalomu alaykum azizlar. Bugun 2026-yil 29-iyun. Asalarilarimizni asosiy asal oladigan manbai biz ko'pdan beri kutayotgan paxta zorimiz gullashini kutayotgandik. Mana shu paxta zorimizga keldim. Uyimizda 100 metr atrofida. O narigi tomonima semichkani ham gullab tugadi, videoga olib ko'rsatgan. Ikkinchi suv olinyapti ekan hozir. Suvchilar yuribdi. Yaxshilik alomati. Endi mana suvga tayyorlab qo'yishibdi. Patkallarini olib ko'ssaklabdi ham, hatto birinchi gullari ko'ssakka aylanibdi paxtamizni. Mana ko'ssaklari. Demak, bular gullab bo'lgan. Tepadagi gullar mana. Endi xudo xolasa suv olishsa shira ajratishni ham boshlasa kerak arilarimiz. Xudo xolasa yaxshi asal beradi degan umiddamiz. Mana birinchi asallarni ko'rdim, mana asalarim. Mana asalarimiz. Gulchang olyapti gulidan. Mana. Gulchang olyaptilar. Paxtani holati zo'r, yaxshi rivojlanib, yaxshi qarabdi fermer. Mana suv yetib kelgan qatorlar ham bor ekan. Mashlar endi shira berish kerak. Kasalligi bor ekan paxtani. Mana buni shetdan shira berish kerak. Shira yo'q. Qachon keladi shira? Suv ichgandan keyin kelarmikin? Mana shu joyda internetdan qidirib ko'rdim. Shira faqat bargini orqasidan emas, paxta o'simligini shu gullagan paytdagi gulni tagida, kosachalarni tagida ham ajratiladi. Gulni tagidagi o'sha yaltirab turgan shira ko'rinib turibdi rasmda. Hop, paxta gullagandan keyin arilarimiz ancha faollashib qoldi. Nektar kelayotganligini bir tekshirib ko'ramiz. Qanchalik darajada olib kelyapti asalarilarimiz. Yangi atvodkalarimizni ko'raylik dedim. Mana o'zi arilarda ishlashdan ham ma'lum, o'zi mana oq mum keltirib, oq mum nima deydi, ishirishni boshlagan. Bu xushxabar. Xullas shu demak semichkadan oldi, undan keyin mana paxta qo'shildi. Sekin-sekin asal sezonga yaqinlashib boryapmiz degani. Endi hech asalarichilardan so'raganimda paxtani bargida bo'ladi, bargidan ajraladi shira, nektar deyishardi. Internetda mana shuni qidirib ko'rdim. Bargini orqasidan Xitoy paxtasidan topolmagandan keyin internetga berib ko'rdim. internetdan shunaqa javob oldimki, faqat bargini orqasidan emas, gul kosasini ichida
nektar bo'ladi degan javob topdim. Demak, bu xushxabar men uchun. Masalan, arilarimiz nektar keltirishni boshladi. Mana hozir ko'tarib ko'ramiz. Mana azizlar, ko'rishlari mumkin. Endi juda yaxshi holatda nektar kelyapti. Endi juda anaqa emas, nima deydi, shirib. Sal ajrataylik arilardan. Mana bekitishni boshlagan tepasini.